Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi, inna fil jannati la ghurafan yura zohiruha min batiniha. Jannatda shunday bir hujralar bor, xonalar bor. Ichi tashidan, tashi ichidan ko'rinadi. Sahobalar qarab, "Ya Rasululloh, kim o'tiradi bu yerda? Qanaqa odamlar kiradi?" deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, doim taom yegizgan odamlarga, doim odamlarga chiroyli gapirgan, doim ro'zada bo'lgan, doim salomni fosh qilgan, odamlar uxlayotganda doim namoz o'qigan odamlar kiradi dedi. Doim salomni fosh qilgan, doim ovqat yegizgan, doim namoz o'qigan, eshitib turib sahobalar, "Ha Rasululloh, endi bunaqa odamlar kiradi albatta o'sha yerga." Ya'ni kimni toqat yetadi bunga? Doim ro'zador bo'lish, doim ovqat yegizish, doim odamlar uxlaganda ibodat qilish, salom berishlik. Endi bu ishni qilgan odam haqiqatan loyiq bo'ladi shu joyda. Shunda Rasululloh mana shu hadis bilan bizga bir bushro, xursandchilik xabarida. Eshitib turinglar, bormikin bizda shu narsa. Kim subhanalloh, alhamdulillah va la ilaha illalloh, Allohu akbar desa, so'zni chiroyli qilibdi deydi. Bormi? Bor. Subhanalloh va alhamdulillah va la ilaha illalloh va Allohu akbar desa, bu odamning so'zi doim chiroyli bo'libdi deydi. Iloji bor ekan-a? Ikkinchisi, va man at'ama ahlahu faqat at'ama at'am. Kim oilasiga, bola chaqasiga taom yegizibdimi, doim ovqat yegizgan qatorida bo'libdi. Bormi? Bora, bola chaqa bo'yapmiz hammamiz. Uchinchidan, va man soma ramazon faqat adama siyam. Kim Ramazon ro'zasini tutar ekan, doim ro'za tutgan qatorida bo'ladi dedi Rasululloh. Tutyapmizmi? Alhamdulillah, 3tasi bo'ldi. Sha'bon oyida 6 kunlik ro'za bor. Kim shu 6 kunlik ro'zani tutsa, dedi Rasululloh, 1 yil ro'za tutgan savobini oladi dedi. Ramazon oyi kelyapti. 3-inchisi ham bo'ldimi? Va man laqiya akhahu fasallama alayhi faqat afshassalam. Kim musulmon birodarini ro'parasiga chiqib turib, "Assalomu alaykum" desa, salomni fosh qilgan bo'ladi dedi. Bormi bu ham? 5-inchisi, va man sallal isha al-akhirata wal fajr faqat salla bil-layli wan nasu niyam. Kim xufton namozi bilan bomdod namozini yahudiylar, nasroniylar, majusiylar uxlayotgan paytda, balki ba'zi musulmonlar uxlayotgan paytda namoz paytida turib namoz o'qitdimi? Bu odamlar uxlayotganda namoz o'qiganlar qatorida ketadi dedi. Va 5asi ham bor bizda. Faqat mahkam bo'lishimiz kerak. Demak, subhanalloh va alhamdulillah Allohu akbar desak, so'zimiz chiroyli bo'ldi. Oilamizga taom yegizsak, doim taom yegizgani qatorida bo'ldik. Ramazonda roza tutsak, doim roza tutganlar qatorida bo'ldik. Musulmon birodarni ko'rganda tabassum bilan va tabassumul fi vajhi akhika sadaqa dedi Rasululloh. Birodaringning yuziga qarab tabassum qilishing sadaqa dedi. Salomni fosh qilgan bo'ladi va bomdod xufton namozini odamlar uxlayotganda o'qigan kishi, odamlar uxlaganda namozni qoyim qilganlar qatorida bo'ladi. Jannatning ichi tashidan, tashi ichidan ko'rinadigan xonasining egalari bo'ladi. Alloh azza va jalla nasib qilsin.